Hozir biz zo'r ish qildik-da. Nima bo'ldi? Bitta bemorimizga shunaqa yordam qildik. Qarang, mana uni oling, mana uni oling. Toshni qarang, toshni qarang. Toshni qarang. Shunaqa qattiq po'stuk bilan, o'ttosh po'stuk bilan keladi, umuman ovqat yeyolmay qolgan ekan. Hozir shu amaliyotni qilib chiqdik. Qarang, mana qancha tosh chiqdi ichidan. Bitta bemorda shuncha tosh chiqdi. Chunki qop bilan bezovta bo'lib, o't qopida tosh bo'lib, bezovta bo'lib yurganlar bo'lsa, bemalol bizning kompleks xususiy klinikamiz kelib murojaat qilish mumkin. Buni yechimi bor. Umuman biz O'zbekistonda o'ttosh kasalligi bilan aziyat chekib yurgan bemorlarimiz juda ham ko'p. Xo'p, asosiy o'ttosh kasalligining kelib chiqishiga sabab bizning ovqatlanishimizga bog'liq. Bemorlarda aniqlanib bezovta qilishni boshlasa, albatta buni operatsiya qilib olib tashlash kerak. Chunki buni dori darmon bilan davolash usuli yo'q. Bu dunyoda yo'q. Shuning uchun vaqtida operatsiya qilib o'ttosh kasalligidan qutulish kerak. Agar qutulmaydigan bo'lsa, buni asoratlari juda ham ko'p. Ya'ni birinchi asorati butun tanasi sarg'ayib ketadi. O'ttosh kasalligining hisobiga. Ikkinchi asorati o't yo'liga toshlar o'tib ketib, oshqozon osti bezini pankreat degan kasallik bor. Shu pankreat yallig'lanishiga olib keladi. Agar bizning videolarimiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, like bosing, yo'lakchalarni qisqartiring, obuna bo'lib qo'ying.